ushbu tabiiy, zararsiz sokdan ichib, bir kechada 1 kilogramm ozing. Buning uchun sizga bir dona o'rtacha bodring, bir dona limon, bosh barmoq kattaligidagi imbir, ya'ni zanjabil va 2 bog' petrushka kerak bo'ladi. Bodringni po'stidan tozalaysiz, bo'laklarga bo'lasiz va tarelkaga solib qo'yasiz. Limonni ham xuddi shunday po'stini archib, bo'lakchalarga bo'lib, tarelkaga solib qo'yasiz. Imbir, zanjabilni ham tozalaysiz va bo'lakchalarga bo'lib, tarelkaga solasiz. Va nihoyat 2 bog' petrushka barglarini esingizdan chiqarmang, faqat barglarini uzib idishga solasiz. Bularni birga blenderga joylab, ustidan 350 mg qaynab sovutilgan suv quyasiz va aralashtirasiz. Bunga sizning 1-2 daqiqa vaqtingiz ketadi. Albatta bu sizning blenderingizning ishlashiga bog'liq. Shunday qilib siz ochiq yashil rangdagi sokni tayyorlaysiz. Ushbu sokni ozish uchun kechqurun yotishdan oldin 200 grammlik stakan yoki bokalda bitta va ertalab ham 200 grammlik stakanda ichasiz. Ana shunday qilib siz oson va arzon yo'l bilan ozishda davom eting. Fikrlaringizni va qaysi shahardan ekanligingizni kommentariyada yozib qoldiring.